Qanday qilib tez boyish mumkin? Bilasizmi, hozir sizga 4 ta formula orqali buni o'rgatmoqchiman. Birinchisi, kuningizni bomdod namozidan boshlang. Sababi bomdod namozi o'qilganda baraka yog'ilishlikni boshlaydi. Qancha kuningizni ertalab vaqtli boshlasangiz, shuncha o'yingizga baraka yog'ilishlikni boshlaydi va kuningiz ham barakali bo'ladi shunga yarasha. Ikkinchisi, ehson qiling. Har oy topadigan daromadingizdan 10% ni ehsonga sarflang. Chunki ehson yopilib qolgan eshiklarni ochishlikka yordam beradi va ehson sizga kelayotgan rizqni yanada ko'paytirishga sabab bo'ladi. Uchinchisi, shom namozidan keyin Voqea surasini o'qing. Voqea surasi bu baraka, ya'ni siz boy bo'lishingizga sabab bo'ladigan surlardan biri hisoblanishi uchun har doim buni odat qiling. Bu tavsiyani payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'z qizlariga tavsiya berganlar. To'rtinchisi, shukrni ko'paytiring. Alloh sizga berayotgan ne'matlarni qancha noshukr bo'lsangiz, ularning shukrini ado etmasangiz, sizda mana shu shukrini ado etmayotganligingiz uchun ham rizq barakangiz kamayib ketishligi mumkin. Shukrini ado qilish deganda sizga kelayotgan pulni halol yo'llarga sarflang. Sizga berilayotgan ilmni shukrini ado etish deganda mana shu ilmlarga amal qilishlik va shu ilmlarni insonlarga ham yordam sifatida tarqatishlik, ulashishlik, bu ham ilmni shukurga kiradi. Ya'ni shukurni ko'paytirish deganda faqatgina shunchaki og'izda shukurni emas, balki shukurni ado etish, sizga berayotgan rizqni uvol qilmasdan to'g'ri foydalanishlik, sizga kelayotgan rizqdan unumli halol yo'llarda sarflashlikda mana shu shukurni ado etish deyiladi.